Biz Ardahiva majmuasidamiz. Bu yerda tarix va zamonaviy texnologiyalar bir joyda jamlanadi. Bu yerda har bir narsa mehmonlar va sayyohlar uchun xizmat ko'rsatadi. Aquabuild kompaniyasining innovatsion texnologiyalari esa buni qulay va xavfsiz amalga oshiradi. Ushbu majmuada 70 ta Shivaki VRF tizimlari, 270 dona Fancoil uskunalari har bir binoni barqaror va ideal iqlimini ta'minlaydi. 16 dona Shivaki Ahu havoni tozalash tizimlari har bir binoni havosini toza va nazoratda ushlab turadi. Aquabuild liftlari turizm uchun ideal yechim. Shuning uchun ham Ardahiva majmuasining binolariga liftlar maxsus loyihalashtirildi. Bu yerda 2 dona 1000 kilogramli, 1 dona 630 kilogramli va oshxona liftlari ishga tushirildi. Aquabuild tomonidan taqdim etilgan 3 dona Artel Golf kartlari mehmonlar uchun qulay va tinch harakatlanuvchi transport vositasi bo'lib, 100% elektrda harakat qiladi va ekologik toza transport.